inshaalloh sizlarni o'qitishni sartarosh bo'laman. Yilliklarimizni noxush xabar bor. Iloji boricha birovlar o'yin o'ynaydigan, gem o'ynaydiganlarni markazida hidi bo'lishini xohlardik va yana shunaqa kunlarga rioya qilish uchun sochimizni shunaqa oldirib tashlagan holatda rioya qilsak, albatta unaqa sinovlardan oson o'tamiz va o'sha bitta yoki ikkita guvohnoma yoki kunlarida ishlaydigan bo'lsak ham Toshkent shahrida hozir ozgina sinov kunlarimiz ketyapti. Sinov vaqtida bo'lganimiz uchun har xil mikroblik, shuning uchun sochlarimizni hammasini shunaqa holatda oldirib tashlasak, albatta har xil bo'lgan jirkanchlik yoki qishloqlarda bo'ladigan har xil hojatxona hidlari, boshqa hidlari bo'lmasdan albatta barchamiz yaxshi o'tirgan holatda nechta kundaligi bo'lsa o'yinni o'ynab oxirigacha neredeyse kubok o'yinigacha borishga birga va'da beramiz va yana o'sha buyog'i kundaliklar kutubxonadan tashqari qo'yamiz. Ana shunga qarab kim qanaqa o'yinlarga yetadi birgalikda o'tirib o'ynaymiz. Barchamizga noxush xabar uchun uzr deb qo'ymoqchimiz va yaxshi xushxabar bo'lsa ana shunaqa o'sha bankalarimizda, sochlarimizda, soqollarimizda xuddi shunaqa bizlarniki o'xshagan chizilgan hidli kelib tursa ham bo'ladi.